Dememse. Chinaka. Agar bir ig'zi gap odamning beshig'i chiqsa, bu gapni degilikmi yoki demigulikmi? Birinchidan, o odamning kim ekanligiga. Ikkinchidan, gapning rost yolg'onligiga qarag'uloq. U odam gap qilsang bundaq tilingni chaynamay, udilib dememse. u odam Wang Cho'qur. Wang Cho'qur? Sen nimani bilasan? Bu gap uning beshig'i chiqamda? Yuzvaning xotinini biladigansiz. Qandaqmi bilmay, u daryoga sakrab olgan-ku. U daryoga sakrab olmagan. Nima? Daryoga sakrab olmagan? Ems qandaq o'ldi? Qandaq o'ldi? Dememsen. Desem şu. Demeymen. Neymiş ki demeysen? Bolda demeymen. Bir cana durdup diyemem bu çoğuş. Demeymen. Demeymen. Bolda demeymen. Yok ben. Özünü yalnız arakçı adam sen. Mınaqlayla. Ben işkim içip berey, ha? Mülazim. Bana, rumka gele. Gitmem. Nemi kaldıraysa? Ben senin hakkını yemem ma. Bunu ben söyleyeyim. Yok ben. Sen beni meral çağlap kaldın mı da? Ha? Hey, ben bilen bile içini halimizden bunun tecilip kalıdı şu. Gitti mi? Mülazim, ma, Yavgan'ın pulunu al. Jun Yavgan gapni deb bo'lmayli ketdi. Nima deydi o? U Yuzvaning xotini daryoga sakrab olmagan deydi. Rast debdi o. Yuzvaning xotini rastla daryoga sakrab olmagan. O'ti hayat. Bu aramlık, bu ne sana ben nima qildik ya? Men mi bilmedim? Sana unuttu. Hey, Manço, arak ula bir taksa yer yangi keltir. Bu aramlıktın başka nesne yemeyim ben. Jun Yavgan. Yo'qa. Men degan ishni dingdan aytdingmi? Aytmadim. Men aytdim-ku. Başka birisiga aytdim. Başka birisiga aytdim. Kimga aytding? Men baya aşbuzulda arak içkende Çin yağbağı aytdim. Uning reysning foydasi? Paydası bana. Umu aktif. Bay men arak içip atkanda Wang Begim mi geldi? Onu ben bakamadım. Başkalar köydü mü? Neymiş köymeydi o? Adam köp dursa. Yaxshi. Biroq keyin men qo'rqib qoldim. Ozodlik armiyani oldirsam chandurib qo'yamanmikin? Oldishimning hojati qolmadi. Bu gapcha men demasam bo'ladi. To'g'ri. Ajab yaxshi bo'ldi. Endi ko'nglim aram topadi. Endi aram topmasa bo'lmaydi. Wang Begim. Yavgan bugun kelmabdi. O haramlıkla çakırıp geldi. Yavgan,
Nemish ko'z supurga chiqmaysan? Yavgan. 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 Rahmat Jangshuji. Jo'lanjanning buyruqi o'z beshimchilik bo'pti. Uningga men gap qilib qo'yay. Shinjanga Jo'lanjan bu ishga sinfiy hissiyat bo'yicha qarabdi. U sizning g'imingizni yeyotdi. Jangshuji, biz ya yangi jamiyatga, kompartiyaga qarashtirmadik. Hech qanday xatoligimiz yo'q-ku. Vay, ben şu. Ha, Jo'lanjanmi? Ben sizga telefon qilay deb turgan. Nima? Ha. Astoydil tekshirib, qotilni darhol tutinglar. Ma'qul. Jangshuji, nima ish bo'pti? Jo'langanning opasi o'ltirilibdi. Jo'langan yo'qolib ketibdi. Jo'langan askarlar bilan birga uni tog'idan izlayotdi. Topqili bo'lamdi yo'q bilmaymiz. Bizmi Jo'langanning uyini aqtirdik. Kiyimlarimi, boshqa narsalarim bor ekan. Onun safarga chiqmagani aniq. Jo'lanjan, Chinaka bir ishni sizga dokalat qildi ekan. Chinaka. Ha, Chinaka, o'tir. Nima ish bo'ldi? Davering. Tunugun tushdan burun Baqchoqur bilan Jo'langan so'qishib qolgan. Tushda Jo'langan oshxonaga berib aroq ichgan. Yana dahi g'alati gaplarni qilgan. Baqchoqur kelib aroq ichib beray desa, unga parvo qilmay ketib qoldi. Chinakamning degani bo'yicha taklif qilsak, meni xotinimni Wang Yongzu o'ldirgan. Buni Jo'langan ko'rgan. Jo'langan degan qo'riqchi, u Wang Cho'qir bilan pek yaqin. U sababsiz bunday gapni qilmaydi. Sizlar Wang Cho'qirning xun qarzi yo'q degan. Jo'langanning gapi rost bo'lsa, uning masalasi ig'irlaydi. Uning topshirmagan qanchalik ig'ir masalalar bor, buni kim biladi? Paketni asos qilib so'zlayli. Doktor! Jo'lanjan, Dilrais, Wang Yongzu ko'rishirga. Banjam! Jo'langan? Jo'langan xotiningizni meni o'ldirdi deganda, meni qattiq achchig'im kelib ketib, ikkimiz urishib qoldik. Shuni o'yla. Deydiganing mushumi? Ha? Buni deyishdiki maqsading nima? Nada maqsadim bo'lsin mening. Meningcha har qanday ishni yuvvoshlik bilan hukumatga doklad qilish kerak-da. Shunday-ku. Mana endi bo'lganda, Jo'langanning qarsim ko'rinyapti. Men bu ahvolni hukumatga doklad qilsam, qazaq yeb chiqib qolamdikin deb o'yladim. Shu keldim oldinglarga. Wang Yongzu, sizlarning urush qilishinglarga
Juniauganning xotinimni seni o'ltirdi degani sabab bo'lganmi? Rasmi shundoq bo'ldi. Juniaugan xotinimizni mening o'ldirganimni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Seni pash qilaman dedi. Shuning bilan ikkimiz urushib ketdik. Xotinimni o'ltirganingni u o'z ko'zi bilan ko'rdi ekanmi? O shundoq deydi o'tan. Shunga sen qo'rqding. Jo'nanjang, nimadan qo'rqatding? Qo'rqmadim, achchig'im keldi, qattiq achchig'im keldi. Ondan urushdinglar. Ondan sen o'ylab beqib, uni pash qilishidan qo'rqib, ishni oxiriga chiqaray debsan-da. Jo'nanjang, bu ishni oxiriga chiqaray debsan degan nimasi? Men xotinimni rost o'ltirmagan tursam, men xotiningiz bilan bolangizni o'z qo'lim bilan qo'yibdim men. Men nimadan qo'rqaman? Uni pash qilishdan nima ish qo'rqarakman? Bu yolg'iz seningni gaping. Biz taxi Juniauganning gapini anglamadik. Biz cho'qib Juniauganni tepib, ahvolni aniqlaymiz. Ma'qul topmamsa, nima voqeaysa qo'lig'imning tuyida. Doklad Enjon, Juniaugan o'libdi. Juniaugan o'libdimi? Juniaugan o'libdi? Qabristonda o'ltirilibdi. Mayozo, sen bu chapquni ko'rganmi? Ko'rgan. Bu tutundagi sarayman balki. Sen ishlatganmi? İşlerken, ötkende ben bununla Yevfanın kapısına anca işlerini kıtlagan. Bu yerga qanday kelib qoldi endi? Texin mendan so'raysan o. Buni Sholiy qabristonlikdan tepib olibdi. U qotillik qilingan yer. Endi menga tushuntirib qo'y. Bu chapqon u yerga qanday berib qoldi? Bilan chapqin u yerga qanday berib qoldi? Qiziq gap bo'ldi bu. Bu chapqin u yerga qanday berib qoldi? Sendan so'rayapman. Shunday. Siz men so'rayapsiz. Ben aynan qalaman. Qabristonlikqa chapqin qanday qo'yib berib qoldi? G'alit ish bu. Bu chapqin qabristonlikqa qanday qo'yib berib qoldi? Kimdan so'rayapsan? Chapqindan so'ra. Chapqindan so'rasam, ular gap qilamiz ha. Voy o'zi, bak. Sen qaytib tur. Yana bir qatim deb qo'yay. Uyingda o'ltirsa, No'yin bozordan ketmaysan. Ma'qul, men uyimda o'ltiraman. No'yin bozordan hech narsa bormayman. Men ketdim. Vay be. U bo'ldi emas. Mening chapqin qabristonlikqa qanday berib qolgandi? U yerga qanday berib qolgandi sizga? Siz nima deyapsiz? Voy o'zi bilan Vanjinbiyo o'rmonlikda ko'rishgan. Buningda cho'qim bir gap bor. Juniauganning dilosida Voy o'zi eng cho'ng gumondor. Lekin uni nima ishga tutmaymiz? Wang Yaozu cho'qim yana Wang Jinbiyo bilan ko'rishdi. Biz ular ko'rishgan chog'da ikkisini tangni tutaylik. Endi biz Wang Yaozuni obdan kuzaylik. Dingdang. Xo'xa. Xo'xa. Jamshuji bilan ko'rishdim. U to'y qilsanglar bo'ladi dedi. Jo'lenjanning aralashqini niyat qilmasgan. Yavru, choy yeb chiqing. Juniauganning apsini biri o'ltirib ketibdi bu.
Joni Oganni qabristonda o'ltiribdi. Kim o'ltiribdi? Xo'xa aka, tez qaytib keting. Van degan Uning bo'ldi. Ogan bilan urushib qoldi ekan. Ko'ngli oramda emasmikin? Siz unga nasihat qiling. Penreis, Joni Oganning delosi aniqlandimi? Albatta aniqlandi. Rost shunikan? Kim o? Xeyli aqlli ekansiz. Burun uni xunqarz yo'q deydigan. Endi 3 odamni o'ltiribdi. 3 odamni. Sizningcha uni qanday qilish kerak? Xudo. Qani. Yana ishga sar beram. Bo'lmaydi. Uyga borma yo'q seni. O'zingiz uyga kelma dedingiz-ku. Hey. Sen hozir kadr bo'lib, xo'rkim o'sdimi? Rost xo'rgim o'sdi. Men-chi, pomichikning qizi bilan chak-chigirni ayirayman. Nima dedi? Siz pomichikning qizi-ku. Yana o'rnatsizgu. Sen men boqqa, tegin seni urib Yuvanshi, bilib qo'y. Meni urg'ina. Dehqonlar jamiyatini, inqilobiy kadrni urg'ina. Dehqonga qalpoq kiydiryapsan? Agar tishimga yana tegmasam, men senga qalpoq kiydirib qo'ymay, yana senimi dadamga o'xshash sahnaga olib chiqib, kurash qilaman. Tamom. Men pallon, burunqi pandumchak emas. Endi meni yana ezishingga toqat qilib turamayman. Bundan keyin qaddimni tik tutib, sen bilan kurash qilaman. Sen meni kurash qilamsan? Shundoq, rahim qilmayman. Texim shundoq katta qilyapsan bu. Men sen bilan yetmayman. Öyle tutmasam tutma. Men ajrashni bununla o'ylab yurgan. Allo. Jo'lanjon. Keling. O'zingiz ko'rdingiz. Sizning yordamingizda siyosiy ilm bor bo'ldi. xotinning jidilini siyosiga chidayapman. Uning bilan urushishim siyosiy uchun. Siyosiy uchun? Bizning tarkibimiz o'xshamaydi. Gapimiz bir yerdan chiqmaydi. Pallo. Chiqinglar, uy tutamsizlar yo'q. Buni obdan o'ylama. Men astoydil obdan o'ylamayman. Jo'lanjon, aman bo'ling. Penreis. Sen Yovmidan rastilla ajrashamsan? Har qancha ish bo'lsa-mu, uyni buzmog'liq. berib qolganda deyman.
Yemsang, dadam qani? Oshxonada u o'ziga gap qilib pek zeriktiryapti. Çapkın kavristanlık kızarı kanda verip kaldı. Çapkın iyak zarı kanda verip kaldı. Yavzu. Fan Yavzu. Ne buldunuz? Çapkın iyak zarı kanda verip Chapqunuz? Qaysi chapqunuz? Vay şu nesik çıktı yanık çapkıcı. Nerede ekan? Kavristanlıkta. Chapqunuz qabristonlikdamikan? Çapkın kavristanlık zarı kanda verip kaldı. Qachonqi ish bu? Şundayım ben. Kaçan kıştı. Nima deb yuryapsiz? Ben nima dep yürettim. Şu çapkın kavristanlıkka zar kandak berip kaldı. Nemiş ki o yerde oladı o. Bu çapkın kavristanlıkka kandak berip kaldı deymen. Bu çapkın kavristanlıkka kandak berip kaldı. Kandak berip kaldı zaten. Benim otuğucum bu yerge zar kandak kep kaldı. Vay zari kandak kep kaldı o bu yerge. Ulan çokur adam öldürsün mü? O ezelden adam öldürmegen. Shu emasmi? Xuva qandoq qila? Dada. Ha? Anlasam Van Çokur adam öldürüptü o. Ben sizlerge ne çıkıttım dedim o. Sırtkı çıkmağla, iş tapmağla, gününlağı şükür kılıp oturağla. Bala kazadın, ne erdirağla dep. Gepimni anlamadılar. Navadı Van Çokur'unu itibetse, ben mi tüvişimen? Ne biş tüvişettin? Sizler bilmeysizler. Onun bazırda amallıkı dair altı belgelemeye Van Çokur'dan başka... Ben düşmem. Ha? Arvazı. Sen neymiş ki bununla düşsen? Ha? Senin bununla düşüşke salahiyetten toşanda. Dada, ben Cöncem bilen bile Cuntuğ'a kirken. Nime ha? Cuntu? Sen... Hey, o hamakat kavva. Neymiş ki Cöncem bilen bile Cuntuğ'a kirdin deymen. Bu senin qarab turib özünü otqa atqının emas mı? Ha? Hey, asta, vay anam ey, vay anam ey. Dada, endi ben qandaq qilaman? Qandaq qilatding? Bu iş bilen mening karim yok. Seni azat qilmaya etmese, ben otobalıqdan tanıman. Hey! Dada! Dadasi! Van Çokur, neymiş? Laqı tutun begi sarayına çapqısı qavristaliqqa qadar berib qaldi. Saran oldun mu nime? Vay vay! Van Çokur! Zade neymişin ba? Niloşan! Edha! Menen haliqi çapqım qavristaliqqa qandaq berib qaldi. Çapqım? Qavristaliqqa? Saranmı sen? Çapqımның qavristaliq qandaq berib qalğanını men nereden bilay? Bu çapqım qavristaliqqa zar qandaq berib qalğan. Zar qandaq berib qalğanda olsunca. Chapqungiz qabristonlikdami ekan? Hey, necha kun burun siz Tanji ishi bilan pulni ko'li qilib beribdi ekansiz-ku. Men Tanji ishi bilan kümük pul bilan ko'li qilmadim ha? Ha. Ben çapqı etmedim. Ha.
당진시 리로알 bilan Savazning pul milimni olganligini ko'rgan. to'g'ri, 당진시 u ishga haramlikni qo'llagan. to'g'ri, Men 당진시ni qo'llagan. to'g'ri. Unda Osman chopqunni qabristonlikda qo'yib qo'ygan. To'g'ri chiqdi-ku. Endi mana izimga keldi. Qarang sizni. Men Julian bilan ko'rishib, uningga tushuntirib qo'yib kelajman hozirlar. Ay, tomoqni yeb bering. Aniq deyman. Mana aniq deydigan bo'ldim. Vanchoqor. Nagmandingiz? Voy, sizmi demas. Hiliqi ishimni men esimga oldim da. Qaysi ishingizni esingizga oldingiz? Voy, hiliqi chopqining qabristonlikqa qandoq berib qolganini-chu. To'g'ri. Chapqu qabristonlikqa qandoq berib qoldi? Meni chopqim u yerga zada qandoq berib qoldi deganda, chopqim u yerga qandoq berib qoldiras? Siz mendan so'ramsiz yo men sizdan so'ramman? Albatta men sizdan so'rayman-da. Siz mendan so'raysiz. Mendan. To'g'ri. Sizdan chapqu qabristonlikqa qandoq berib qoldi? Shu baya baya esim kelganda qaramamsiz menga jiddiy ilishib ketib yana unutib qilyapman da. Jon xonim, menga siz asish bering. Menga bir raus asish bering. Meni chopqim zat u yerga qandoq berib qolgan? Sizning ishingizni qandoq qilishib beraman? Ras. To'g'ri aytasiz. Meni ishimni siz qandoq asish berasiz demasizmi? Bo'ldi. Men o'zim aslay. Ben özüm ravrus bir eslab bakay. Bu qabristonlik qachon qandoq berib qoldi? Bu qandoq gap? Bo'ldi, Vanchoqor. Buni uyingizga berib aslang, ha? Ma'qul. Asta. Bu qandoq gap ketdi? Tez esimga kel. Oyim fon qapsi, siz aslish bering birdan menga. Voy. Keldi. Esim geldi. Can Hanım! To'xtang. Qarang. Boyadiga ish bor, qarang. Esimga keldi mening chopqimning qabristonlikqa qandoq berib qolgani esimga keldi. Bo'pti. Sizdan chapqu qabristonlikqa qandoq berib qopti? Ma'qul deydi. Bu ishning asli jarayoni mundaqda. Shu kuni men chopqini elib qabristonlikqa pul milimni ko'lig'ini bag'an. Shada qabristonlikqa ketla. Arvoz bilan Savozning pul milimni ko'lab tepib olganligini ko'rib qoldim. Tangjishi o ishkisini qo'lab ketdi. Men chopqimni tashlab qo'yib, tangjishni qo'ldim da. Buni Jo'lanjanga yetkizib qo'ying. Uningga chopqining qabristonlikqa mushundaq berib qolganini bir deb qo'yasiz. Ma'qul. Bu ishni biz keyin muzokara qilamiz. Ma'qul. Ahire tushuntirdim mana. Tushuntirib etdim. Ya Allah, o'sha ishga eg'iz gap uchun xuddi qattiq ketgandek o ketdimi? Tova. Qo'limda janqammi deysa? Kim o? Shov yukango. Qarang, men chopqinning qabristonlikqa qandoq berib qolganini tushuntirib qo'ydim. Rastavotma. Ben çok önemli onu çok. Can Hanım'a dedim ben. Tushuntirib qo'ydim. Tushuntirdim. Mana, aniq tushuntiryapti-da. Hammani tushuntirib qo'ydim. Kimga tushuntirdingiz? Can Hanım, Luy uchunga.
Tamaq ye. Ha, ma'qul. Yavzu, men Jangshuji bilan ko'rishdim. U to'yimizga qo'shildi. Voy, o'g'illik chislaq 8 g'o. Atil uyni tuzashtiray. Ati yomini chaqiray. U kelib yordamlashsin. Ha, ma'qul. Ko'rimni qizitib chiqay, ya. Qo'ying, qiz nima qilasiz deyman. Sovib qopti. Yemayman. Savozi! Savozi! Biyav akam qaytib kelibdi, go'shab aroq ichadigan bo'ldi. Biyav aka. Tasavvur bir ichadigan bo'ldi. Qanday bir ichadigan bo'ldi. Biyav aka, qaytib keldingizmi? Kech aroq ichimiz, ha? Yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Aka. Haramliq. Ketibdi, xabarim bo'lmadi. Men texnik kommunistlar terangni ta'tir so'ydimikin debdiman. Ey, ularning men tutishi unda o'ng'ay emas. Aka, men Jangdaguning xotinini o'ldirib etdim. Ha? Texi uning granatini tuydirmasdan 3-yangining uyiga qo'yib qo'ydim. Belli, obdan qilsan. Vanchoqir hozir 4 zaman bo'ldi. Texi biri raykom shujisining xotini. Endi uning yo'li butunlay uzildi. Endi Vanchoqir Tangjishi deganlar bizga qo'shiladigan bo'ldi. Ha? Van begim shikillar axir to'y qilgan bo'ldinglar. U nurg'un issiq sovuqni ko'rdi. Endi o'z kuchiga tayanib yashayolmaydi. Voy, esozdimi? U askarlik odam tutganda bizning uydagi va uni uydan qo'llab chiqargan. Odam o'zgaradi-ku. Gap uning qanday o'zgarishiga bog'liq. Rostini aytganda, Van Yavzu barabara yaxshi tarafga qarab menglatadi. Hech bilmadim. Meni qanday qash qismi kutib o'tadiki. Pandimcha yana nima qildi? Qaysi kuni ko'chada jo'yuzni oldida texnikni kurash qilman deydi. Uyga qaytmaganiga 4-5 kun bo'ldi. Hey, Xuanacha, 8-yillar uyga beraman. To'xta, buni bo'lsa 8-yillar uyimga borman qilib. Yanjagoy. Meni uyimga berib, mehmon bo'l. 8-yillar. Meni uyimga bor, 8-yillar.
To'xta. 8-sila bakmaydı ki. Hiç kim bakmaydı ki. Hamsın. Şu bu. Bana işkicin kemp be. Tüde. Ne mi tügeydi o? Manımda lık kemp durmamdı. Karap durup yalgan sözlüme. Cuma. Boğazını satmayın. Oy, mening bir yerim kamlika. Ne iş qilmaysiz? Sana satmayın şu. Oy. Amsa sababini deb bakmamsa. Satqın kemisi, satmayman. Ras satmaysa. Agar satmasang bulayma, Cuma. Haddin var. Haddingmi deysan bu qandaq? Avval ma pulni beraman, ha? Avval pulni berib, ondan olaman. Ko'rdingmi? Bir kumush tanga. Bulanchi! Hayret vah çok kapitini bulamadı da. Vah çok kim bulamadı da. Ben sana pul verdim bana. Hayret tezkirin la. Vang Cho'qir! Ben sana pul verdim bulamadı da. Vang Cho'qir! Nima ish qilib bulaysan? Ay o'chay oba. Uqishmaslik bo'lmasin. Voy, men cho kapitallar desam, o satqini o'nimidi. Hey, men bir kumush tangini mana. Men bu yerga qo'yib, men andim kapitni ağa tursam, o qandaqmi bo'lganlik bo'lsin. U satmasa, bulisang bo'lmaydi. Qandoq degan gap bu? Hem odam o'ltirib, hem bulanchilik qilib. Burug'idek o'q qolsan. Qon bilan kirgan qo'y. Jon bilan chiqar ekanda. Yoba, sen nima deb o'ylayapsan, ha? Men qachonmi hem odam o'ldirib, hem bulanchilik qilibman. Sen odamga qachonmi Cuma deb qo'yay, ha? Xaloyiq, mening ilgari sizlarga yuz kelanmaydigan ishni qildim ras. Biroq men azaldan odam o'ldirmagan. Yoba, qalaymi qasdlab haqqa tuhmat chaqlasang, qamoqda yotsa Cuma deb qo'yay. Odam o'ltirdingmi yo'q? O'zingning ko'ngliga yan. Nima daq? Rostlik so'zlaysan sen hamda, ha? Hey, sen kimni o'ldirdinglar? Kimni o'ldirdinglar men? Deb qo'yma. Yuzvaning xotinini sen o'ltirdingmi? Vay yo'q, Yuzvaning xotini o'lib ketmagan. U teg'i, hayot. Juniorga bilan opisini sen o'ltirdingmi? Ben Juniorga bilan uning opisini o'ltirmadim. Emshan xonim sen o'ltirdingmi? Ne deysan? Jon xonim nima bo'pti? Uni birisi o'ltiribdi. Sen o'ltirdingmi? Sen o'ltirdingmi? Sen o'ltirdingmi? Sen o'ltirdingmi? Sen o'ltirdingmi? Xaloyiq, to'xtala. Jon xonimning o'lganligini men sizlarni anglamasam, qandaqmi men o'ltirgan bo'lay? Qiraqqanlar gençlik qilamiz. Qiraqqanlar qattiq qilamiz. Qiraqqanlar gençlik qilamiz. Qiraqqanlar qattiq qilamiz. Qiraqqanlar gençlik qilamiz. Vang Cho'qir yo'qtayli. Vang Cho'qirni jazolayli. Aksi inqilobchilar yo'qtayli. Jonliq jazolayli. Yevon apse. Nima bo'ldi? Yevon apse chataq bo'ldi. Nima chataq bo'ldi? Jon xonimni birisi o'ltirib yutibdi. Jonliq jazolayli. Vang Cho'qirni jazolayli. Jonliq jazolayli. Aksi inqilobchilarni tatib chiqarayli. Kichik yenge, bilamsiz yo'q. Vang Cho'qir odam o'ldirdi. Kimni o'ldirdi? O Yuzvaning xotinini, Juniorga bilan opisini, ya'ni Jonxonimni o'ldirdi. Rasmi? Ras, bu butunlay ras. Uni odam o'ldirganini ko'rdinglarmi? Ha? Chinyoba, siz ko'rdingizmi? U odam o'ldirsa, siz kulyapsiz-ku. Uning nima qila oladiganini men besh qo'ldek bilaman. Sizlar uni odam o'ldirdi dedinglar, tex to'p odamni. Kulyapsiz-ku. Rostla odam o'ldirdi. U odam o'ldiralisa, sizlar oshxonadagi ovi qing'iraqni elib, meni qiyinchini qilib etinglar. Vang Yovzu, chiqing.
Siz emmeylerinin aldıda meydinizni tutup duruptan ha? Siz adam öldürgen mi? Asmanda Tanrı. Ziminde yer kova. Ben Van Yavuz'u sizlerge kasem qilib beray. Ben ezelden adam öldürmegen. Siz bilesiz o. Ben hazırca hatta to'g'ri o'ldirishga petinanmaydigan tursam. Anlagansızlar. Onunda bundaq yürek yok. Ben ödü kılalayman. Onun azaldan hun qarzı yok. Onun hun qarzı bek ko'p. Van Çoqur, sen sepi özüdün katil. Jo'lanjan. Bana bundaq qarı çaplama. Ben Van Yavuz'un ezelden hun qarzım yok. Hey, ben kaça adam öldürüptüm ha? Dingdang. Gel koysana şu. Sen beni obdan düşünürsen bu. Van Çoqur! Ha? Ko'nglim bak qor ekan seni. Yaxshi. Pamjimchakdagi haramliq meni urib tehi. Uni aytmayla. Mana. To'xtanglar! Ben sen bildim. Jo'lanjam adamni qilim qatsoqlab bo'lmaydi, uni bo'g'ib oldi. Unuğa yan bassanız cinayet etkizgen bunu siz. Dingdong! Yenge! İşte ona lan, özüm ona. Neye adam öldürmüşsem, nemeden korkattım? Da korkunçluk oldu. Azatlık armiya Van Begimni tutup kesse, kişiler can cehli bilen onu katlık cezalama deb vakırdı. Endi juda xuddi Van Çoqur bu bala qazadan herkes qutulanmaydi. Tehi to'y qilamish. Kenin saqlasin o. Ağlasam Cihan'ın jestini Shoyu bayqaptı. Ha? Shoyu? Hey, Lilosha. Sizlarning Shoyu qani? Hey, Pandimcek, ben senin kıynatan. Meni uyumga kelip mi? İsmim çakıratsın ha? Manga qiynatib bo'lishingiz uzun qilmasmiki? Voy! Hey! Bu nimaligini hamda? Nima degani? Mening hozir sizga gap qilishga cho'lam yo'q. Hey, Shoyu qani? Mening xotinimni nima qilsa? U guvochi. Bormaydi. Nima ish qilmaydi? Bu jonga taqiladigan ish. Jo'lanjanning gapini kim anglamaydi ekan qani? Asta, biz bu bala qazadan qechib yurvatsak, uni chetlib qag'inni qarmamsan. Ha? Shoyu? Juram, Ne görmen? Jo'lanjan sizdan bir ishni so'raydi ekan. Qaysi ishni? Juram, bag'anda bilasiz. Can xonimning jestini qandoq bayqadingiz deb so'ra. Bak qo'rqinchliq. Shoyu! Barsan bo'lmaydi. Bundaq ishqa aralashsang hargiz bo'lmaydi. Lilosha! Jo'lanjancho buni qotillik dinosi dedi. Buni kim yo'shirsa, bilib turib ma'lum qilmasa, uningga jinoyat otiladi. Shoyu, siz pomishchik oilasi tarafda turamsiz yoki xalq hukumati tarafda turamsiz? Albatta xalq hukm taraf turman. Bu gapingiz to'g'ri oldi. Yur.
O kadının kolunu tutuyordu ha? Onu kolu koymaz. Kımma değmem. Cebala. Biz uyingizni oqtiramiz. O manga Chapko'nun qabristonlikqa qandaq berib qolganini Jon xonimga tushundirib qo'ydim degancha ketib qoldi. Yo'lda ketayotgaч tushundirdim dedi. Sen başka hiç kimle uçuratmadın diye. Bunaqa nima deysan? Men unutib qaptım şu. Unutib qolmading. Jinoyatingdan qochmoqchi bo'ldi. O sizga uchirganda nihoyatda jiddiylik ketib ketganmi? O sal xushal ko'ringan. O adam öldürgendik elbet koşan olur da. Perdimcek. Sen şillemge desep yukarı yamasan o. Ha? Bunda yapmasan bombaydı cuma. Lan çoku! He dımdın aşma! Bu granatını taptık. Bir ola! Ahırgıca inqilab qilaylik. Buni Janshuji yo'ldoshligi uchun qo'lganish qidagan. Bu granat seni uyuda nima qildi? Bu granatın işini rastını bilmeyim ben. İşlemini bilmeyim rast. Yenigerlik qilma! Kayni-kaynidan 3 odamni o'ltirishga maqsadini son deb beray.
Dastlabda Joni Uganni o'ltirding, ha? Nimishqa? Chunki u xotinimni o'ltirganini bilib seni fosh qilaman degachga, uni o'ltirib atding. Ondan o bu ishni opisiga aytgan deb qarab, opisining deb qo'yishidan qo'rqib, opisini o'ltirib atding. Men sizning xotiningizni o'ldirmadim. Uni aksimente onu qutqazib oldim. Shermisiz uni deb so'rab beqalamsan. Uni o'ltirib atga tursang, nerede topila?